Korrupsiya – bu vakolat va mansabdan shaxsiy manfaatlar yo'lida noqonuniy foydalanish, davlat va jamiyat rivojiga jiddiy zarar yetkazuvchi ijtimoiy illatdir. U nafaqat iqtisodiy o'sishni sustlashtiradi, balki adolat tamoyillarini buzadi, davlat institutlariga bo'lgan ishonchni pasaytiradi. Korrupsiya jamiyatda tengsizlikni kuchaytiradi, fuqarolarning huquq va erkinliklariga putur yetkazadi, ta'lim, sog'liqni saqlash, sud huquq tizimi kabi hayotiy muhim sohalarning faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada jamiyatda ishonchsizlik, norozilik va umidsizlik kayfiyati paydo bo'ladi. Bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurashish global darajadagi muhim vazifalardan biridir. Ko'plab mamlakatlarda korrupsiyaga qarshi maxsus qonunlar, milliy strategiyalar va dasturlar ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham korrupsiyaga qarshi kurashish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Korrupsiyaga qarshi kurashish faqat davlat organlari zimmasiga yuklatilgan vazifa emas, bu har bir fuqaroning vijdoniy burchi va jamiyat oldidagi mas'uliyatidir. Halollik, adolat, qonunlarga hurmat va fuqarolik pozitsiyasi korrupsiyaga qarshi kurashning eng samarali qurolidir. Kelajagimiz farovon va barqaror bo'lish uchun korrupsiyaga qarshi kurashda hamjihatlikda harakat qilishimiz zarur.